Bugun ayrim tadbirkorlar bojxona to'lovlarini kamaytirish maqsadida texnikalarning ishlab chiqarilgan yilini soxtalashtirish, ularni sun'iy ravishda yangilik ko'rsatish kabi turli qonunbuzarliklarga qo'l urmoqda. Samarqand viloyatida aniqlangan navbatdagi holatda ham Belarus davlatidan olib kelingan traktorlar hujjatlarida 2024-yilda ishlab chiqilgan deb ko'rsatilgan bo'lsa-da, aslida eski texnikalar bo'lib chiqdi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan aniqlangan mazkur holatning to'liq tafsilotlari hozirgi reportajimizda. Samarqand viloyat bojxona boshqarmasi tomonidan tashqi iqtisodiy faoliyat yo'nalishidagi navbatdagi qonun buzilish holati fosh etildi. Ma'lum qilinishicha, viloyatda faoliyat yurituvchi ayrim korxonalar nomiga xorijdan traktorlar olib kelingan. Mazkur texnikalarni erkin muomalaga chiqarish bojxona rejimiga rasmiylashtirish uchun Ulug'bek tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postiga tegishli hujjatlar hamda bojxona yuk deklaratsiyasi taqdim etilgan. Samarqand viloyati bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan hujjatlar atroflicha o'rganilib, traktorlar bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Tekshiruvlar davomida texnikalar qayta bo'yalgani va sun'iy ravishda yangilangandek ko'rsatilgani aniqlandi. Bojxona to'lovlaridan qochish maqsadida ishlab chiqarilgan yilni noto'g'ri taqdim etish holati ma'lum bo'ldi. Natijada davlat budjetiga 1 milliard 400 million so'm qo'shimcha bojxona to'lovlari undirilishi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.